Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz arxeologiya fani va uning vazifalari, arxeologiya fanini predmeti, obyekti. Uh, Bugungi mavzumiz rejasi arxeologiya fani va uning maqsad vazifalari. Uh, Birinchi savolimiz, ikkinchi savolimiz tarixni arxeologik manbalar asosida davrlashtirish masalalari. uh, Asosida davrlashtirish. Arxeologiyaning tadqiqot uslublari va hozirgi bosqichda O'zbekiston arxeologiyasi fani oldida turgan vazifalar va muammolar. Aa, Arxeologiya bu maxsus tarix fani bo'lib, uning ildizlari qadimga borib taqaladi. Miloddan avvalgi 6 asrda arxeologiya qanday paydo bo'ldi degan savolga, miloddan oldingi 6 asrda Bobil podshosi Nabonid saroy va ibodatxonalarni asosiy qismida qazuv ishlarini olib borganligi to'g'risida ko'plab manbalar, mana shu tasvirda ko'rib turganinglar, o'sha toshga o'yilgan e, tasvirda o'sha Nabonid tasvirlangan va u o'zidan oldingi davrda qazish ishlarida ishtirok etib, bu fanga asos solgan. Bu yozuv hozirgi kunda Britaniya muzeyida saqlanadi. Arxeologiya o'zi nima? Arxeologiya qadimgi fan, bu jumla, ya'ni bu termin qadimgi yunon tilidan olingan bo'lib, arxaios qadimgi va logos fan degani. Arxeologiya atamasini ilk marta Yunon faylasufi Platon miloddan avvalgi 5-4 asrlarda o'zini Gippi degan dialogida, ya'ni Gippi bilan suhbat asarida tilga olgan. Bundan tashqari arxeologiya termini miloddan avvalgi 80-yillarda Troya urushigacha bo'lgan davrni Ellinlar arxeologiyasi deb hisoblagan. Ya'ni Ellinlar arxeologiyasini o'rganish. Yana bir o'sha davr antik muarrixi Dionisiy e, Rim tarixini, ya'ni Puniy urushlarigacha bo'lgan davrni Rim arxeologiyasi deb atagan. Arxeologiya atamasini Strabon va boshqa Yunon muarrixlari ham ishlatib, uni nazarda atama nafaqat qadimgiligini isbotlashgan. Arxeologiya moddiy madaniyat manbalari, asosan inson qo'li bilan yaratgan jamiki moddiy madaniyat manbalari bu arxeologiyani asosiy qismi hisoblanadi. Agar biz arxeologiya fani 90% dan ortiq manbalar, bu moddiy manbalar, moddiy manbalarga bu o'sha inson qo'li bilan yaratilgan tosh qurollar, o'ta qadimgi ibtidoiy davrga oid, yoki bo'lmasam har xil qurollar, jang qurollari, uy ro'zg'or qurollari, sopol idishlar, antropologik topilmalar, numizmatik materiallar, bularning hammasi o'sha mm, arxeologik manbalar hisoblanadi. Agar biz tarixiy manbalarni ancha qadimiy deb hisoblaydigan bo'lsak, uning ilk davri 2,5-3 million yilga borib taqalishini bilamiz. Agar biz kishilik jamiyatini 24 soat deb faraz qilsak, uning 23 soati 56 daqiqasi yozma manbalarsiz davrlarga. Atigi faqatgina 4 daqiqasi yozma tarixga to'g'ri keladi. Bu albatta kishilik tarixini eng katta davrini albatta arxeologik manbalar asoslanib o'rganadi. Arxeologiya bu tarix fanini asosi va fundamenti hisoblanadi. Arxeologik yodgorliklarni biz xarakteriga qarab quyidagilarga ajratamiz, ya'ni manzilgohlar, makonlar, qishloq xarobalari, shahar xarobalari, qadimgi mozor qo'rg'onlar, qabristonlar, qadimgi dafn inshootlari, ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan joylar, konlar, ustaxonalar, qadimgi e, o'sha tog'konchilik bilan kon, ya'ni ruda qazib oladigan ustaxonalar, bularni hammasi. Bundan tashqari arxeologik manbalar sifatida, obyektlar sifatida biz g'or va ungurlarni ham tushunamiz. Ya'ni ibtidoiy davrda
hali uy joylar qurilmasdan turib, hali uy joylar qurishni bilmagan qadimgi ajdodlarimiz o'sha g'or va ungurlarda to'da bo'lib yashab, asosan ovchilik va termachilik bilan shug'ullanishgan. Arxeologik davrlashtirish o'ziga xos xususiyati, uning tadqiqot manbalaridan kelib chiqadigan bo'lsa, o'ziga xos bir ma'lum bir davrga, umumiy rivojlanish xususiyatlariga asos qilinib olinadi. Arxeologiyani eng qadimgi davrlarni ajratishda mehnat qurollari nimadan yasalganiga e'tibor berish, qaratish darkor. Chunki eng qadimgi arxeologik qurollar bu tosh qurollar. O'sha eng katta davr miloddan oldingi mana shu 3 million yildan tortib to 4-ming yillik 4-ming yillikgacha bo'lgan, 4-3-ming yillikgacha, ya'ni o'sha paleometal davrigacha bo'lgan davrlarda asosiy qurollar tosh hisoblangan. Undan keyingi asosiy qurollar bu metal, ya'ni mis, e, bronza va temir. Eng qadimgi davrda ajratishda asosan mehnat qurollarini qarab ajratiladi. Arxeologiyada fanida madaniy qatlam tushunchasi. Madaniy qatlam tushunchasi bu insoniyatning turmushi, xo'jalik faoliyati izlari saqlab qolingan tuproq qatlami, bu madaniy qatlam. Madaniy qatlamlar inson qo'li bilan yaratilgan jami qatlamlar bir va bir nechta gorizontlarga, ya'ni 10 tacha gorizontlarga bo'linadi. Ularning qalinligi bir necha santimetrdan 30-35 metrgacha ham bo'lishi mumkin. Madaniy qatlam mana shu ma'lum bir joyda odamlarni qancha vaqt yashaganligi bilan bog'liq. Chunki madaniy qatlam u yoki bu qatlamlarga shurf tashlash orqali amalga oshiriladi. Shurf bu nemischa so'z bo'lib, qazimoq, qaziyman degan ma'noni anglatadi. Asosan arxeologiya metodikasida, qazishda asosan mana shu jihatlarga e'tibor qaraladi. Keyingi keng ko'lamdagi qazish ishlari natijasida arxeologik yodgorliklar va arxeologik topilmalar ochib o'rganiladi. Shurf, hozirgi men sizlarga aytib o'tgan bu nemischa so'z, o'zbek tilida qaziyman degan ma'noni anglatadi. Mana shu shurf orqali arxeologik yodgorliklar haqida dastlabki ma'lumotlar olinadi. Chunki yozuvsiz moddiy madaniyat, asosiy topilmalar moddiy madaniyatga asoslanganligi uchun uni davri, uni yoshi va uning nima faoliyat bilan bog'liqligini mana shu shurf orqali bilib olishimiz mumkin. Shurf ko'pincha o'zi to'g'rirog'i to'g'ri burchak, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'ladi. Arxeologik obyektni katta kichikligiga qarab uni ko'lami ham shunga qarab aniqlanadi. Agar arxeologiyada katta jamoa bo'lib qazish ishlari olib boriladigan bo'lsa, albatta u kattaroq bo'ladi. Agar kichikroq bo'lsa, hatto 2 ga 2, 4 ga 4 ham bo'lishi mumkin. Bu topilmalarda chuqurligi va kengligi madaniy qatlamga qarab aniqlanadi. Mana bu tasvirda ko'rayotganlar o'sha hozirgi zamonaviy arxeologik qazishmalar olib borish jarayonidan lavha. Chunki arxeologiya yodgorliklari juda ham sinchkovlik va juda ham ehtiyotkorlik. Shuning uchun aytadi arxeologlar, hazratomuz aytganda, bu belkurak bilan qurollanib, o'sha belkurak orqali tarixni ochish hisoblanadi. Chunki bu yerda arxeologik yodgorlik ham xuddi biz yashayotgan o'sha uyimizga o'xshagan holda juda ham toza va ozoda va juda ham xuddiki zargarlik buyumlariga yoki yuvelir tarzda qazish talab etiladi. Mana bu tasvirlarda ham mana e'tibor bersanglar, mana arxeologik qazish ishlari mana shu shurf tashlash amalga oshiriladi va bu mana shu tarzda. Bugungi birinchi mavzumizni tugatamizda va ikkinchi mavzudan davom etib ketamiz. Arxeologiyani maqsad va vazifalari, predmeti va obyekti.